bugungi kun bolalari gap ko'tara olmaydi. Sal tanbeh beraman yoki nasihat qilaman desangiz, xafa bo'lib olishadi, depressiyalarga tushib qolishadi. Shunaqamikan haqiqatda ham? Keling, bugun ko'rib chiqamiz siz bilan. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, sadoqatligim? Mana yana siz bilan ko'rishdik va bugun siz bilan tanbeh va nasihatdagi me'yor haqida gaplashamiz. Instagramda misol qilganimdek, tasavvur qiling, ovqatga ko'proq tuz solib yuborsak, u sho'r bo'ladi. Va ovqatning sho'r bo'lishiga tuz sababchimi yoki uni me'yorida solinmagani sababmi? Yoki qaysidir dardimizga shifo deb dori buyurdi shifokor, biz u dorini ichdik, ammo ko'p ichdik. U foydadan ko'ra bizga ziyon berdi. Xo'p, dori ziyon berdimi yoki hali zamonaviy tilda aytganda dozasi ziyon berdimi? Tabiiyki, me'yordan oshganlik bizga zarar berdi, to'g'rimi? Xo'p, ana endi keling buni tarbiyada ko'rib chiqamiz. Biz farzandlarimizga ba'zan tanbeh beramiz. Tan olish kerak. Onajonlar ba'zan me'yorni bilmaymiz. Bitta gapni ushlab olsak, kerak bo'lsa kun bo'yi gapirib yuramiz. 2 kun 3 kun o'tsa ham eslatib qo'yamiz. Biror kattaroq xatosi bo'lsa, ya'ni qo'yib yubormaymiz-da. Hatto nasihat qilsak ham, bugun gapirdik, kelishib oldik, masalani hal qildik, bo'ldi, unutib yubormaymiz. Oshiramiz. Bir martada hali ham bolalarimiz bezib qolmaydi, ammo bu narsa davomiy bo'lgandan keyin bolalar nasihat eshitishdan ham, tanbeh eshitishdan ham zerikadi va ular undan hech qachon xulosa olmaydi. Shunaqa onajonlarni taniyman. Gap aylanib 2-3 kun o'tsa ham o'sha bolani qilgan xatosiga qaytib kelib urg'u berilaveradi. Xuddiki biz yoshligimizda o'zimiz xato qilmaganmiz. Bizda ham qancha xatolarimiz bo'lgan. Va bilasizmi, xatolar bu go'zal. Chunki inson xatolarini ustida to'g'ri yo'lni o'rganadi. Xato qilmasa o'rganmaydi. To'g'ri, ha deb xato qilavermaydi. Ammo yoshlik bu xatolardan iborat-da. Chunki tajriba yo'q, hali ilm yetarli emas va biz har bir xatosi uchun ezib olib, blenderga solganday takror tanbehni ham beraversak, kinoyalarni tiqaversak, kinoya quroli ham bor onajonlarni yana. Bilasizmi, ruhiyat bu vaqtda himoyalanishga majbur bo'ladi. Chunki uning erkinligiga hujum bo'lyapti. Uning o'zi mustaqil qaror qabul qilishi shaxsiy chegarasiga hujum bo'lyapti. Uning xavfsizligiga hujum bo'lyapti. Ya'ni bola o'zini xavfsiz hisoblamayapti. Biz ha deb takror bir gapni qaytaraverganimizdan keyin ruhiyat shunday deb hisoblaydi-da, aslida bolajonlarimiz ham sabab emas, insonning ruhiyati shunaqa tashkil topgan. Va biz agar nasihatda ham, tanbehda ham me'yorni bilsak, kamina bu borada ustoz faranglar va haligacha bironta qilgan nasihatim yoki bironta bergan tanbehim samarasiz shunda bolalarim yonidan o'tib ketganini bilmayman, nishonga borib tegadi. Qisqa nasihat qilar vaziyatlar bor, ammo uzun nasihat qilar vaziyatlar ham bo'ladi. Bunga qachon bola quloq beradi? Qachonki biz qisqa nasihatlarimizda bolani ayblamasak, unga qarshi hujumga o'tmasak. Ya'ni tanbeh va nasihat nima uchun beriladi? Bola xatosini tushunsin, keyingi gal mana shu xatoni qilmasin va to'g'ri yo'lni tanlasin. Ana endi biz uni urishib yoki nasihatni haligi minnatdan boshlab uni kamsitishga olib borganimizda bolaning ruhiyati o'z-o'zidan bloklanib o'zini himoya qilishga o'tadi. Seni xavfsizligingga hujum bo'lyapti, seni erkinligingga hujum bo'lyapti, shaxsiy chegarangga daxl qilinyapti. O'zingni o'zing himoya qil, eng zo'r yo'li qulog'i eshitmaydi, tamom. Shuning uchun ham ko'p hollarda bu narsa ta'sir qilmaydi. Xo'p, uslubi qanaqa? Birinchi o'rinda farzandingizga mehringizni izhor qiling. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Uni qadrini ko'taring. Sen nihoyatda men uchun qadrlisan. Sen aslida mana bu ishni mana bunaqa holatda qila olasan. Bunda senda imkoniyat ham bor, kuch-quvvat ham bor. Sen bunga hamma qobiliyating yetarli. Faqat biroz xato qilibsan. Keyingi gal mana bu yo'ldan aylanib o't, mana bu uslubni qil bolam, ishonaman muvaffaqiyatga erishasan. Tushunyapsiz-a? Mehr izhor qildingiz, uni qadrini ko'tardingiz, keyin qilgan ishini qayeri xatoligini va buni qila olishini ta'kidlab aytdingiz. Bola o'zidan o'zi g'urur tuyadi. Bola o'zini kuchlanadi, chunki ota-onani unga berayotgan nima deydi? Atsenkasi, bahosi bu nihoyatda muhimda bola uchun. Bola uni haqiqat deb qabul qiladi. Har qanaqa yoshda, 20 yoshda ham, 30 yoshda ham. Shuning uchun nimaga mana onalarning gapidan uchkunlikka tushib qolish mumkin yoki juda yorg'iraman hamma joyda deb ketish mumkin, bola uni haqiqat deb qabul qiladi. Shuning uchun va agar bu haqiqatda jiddiy xato bo'lsa, oxirida birozgina ogohlantirish ham berish mumkin. Keyingi gal agar bu narsa takrorlansa, senga bunaqa tushuntirib o'tirmayman, biroz boshqacha yo'l tutishimga to'g'ri keladi, meni shunga o'zing majbur qilasan bolam. Shuning uchun ehtiyotingni qil. Ya'ni bolani ayblamasdan, uni xatolarini yuziga solmasdan, uni olib borib bir nimaga chiqarib yormasdan
go'zal nasihat qilsak, bolajonlarimiz albatta nasihatlarimizga labbay deb quloq tutadi. Buni menimcha hamma xohlaydi. Bunday uslublarni esa yana ham yaxshilarini, farzand bilan muloqot ko'prigini mustahkam hali ustiga chiqib sakrasangiz ham yiqilib ketmaydigan holatda ko'prikni o'rnatishni xohlaganlar, izohlarga o'tsangiz Telegram kanali linkini qoldiraman. Yaqinda bir kursimizga start beramiz va bu munosabatlardagi muammolarni yechishni o'zingiz o'rganib olasiz. Hech qanday mutaxassisga muhtojligingiz ham qolmaydi. Ya'ni anglangan onalik sari birga boramiz. Qiziq bo'lsa o'tib ko'rarsiz. Siz bilan yana onlayn ko'rishamiz. Salomat bo'ling.